axloqsizlikda haddidan oshgan Sadum xalqini hidoyatga chaqirgan Lut alayhissalom. Lut alayhissalom İbrahim alayhissalomning qarindishi Harunning o'g'lidir. Lut alayhissalom İbrahim alayhissalomga tunji iymon etgan. Allah yo'lida uning bilan birlikda hijrat qilish sharifiga erishgan. Hazrati İbrahimning yo'lida va shariatida ibodat ahli, sehi, sabrchan, taqvo, musofirparvar bir zot edi. Dehqonchilik bilan shug'ullanib, o'z amgiga tayinib turmush kechirdi. Alloh taolo mundaq deydi: Lutqa payg'ambarlikni va ilmni ato qildik. Lut İbrahim alayhissalomga iymon etgan, agashgan va uning bilan hijrat qilgan edi. Uning oilasi bachchivozlik, qaroqchilik qatorliq yomon qiliqlarni qiladigan shahardan qutqazdik. Haqiqatan ular yomon fosiq qavm edi. Biz uni rahmatimiz doirasiga kirgizdik. U haqiqatan yaxshilardan edi. Lut alayhissalom payg'ambarlik vazifasini Sadumda boshlagan bo'lib, ularni Alloh taolo qulluq qilishga da'vat qilgan edi. Sadum xalqi. Sadumlar ozg'un va axloqsiz bir qavm edi. Bu qavm o'tmishdagi millatlarda ko'rilib boqmagan har turli axloqsizliklarni qildi. Ularga to'sqinlik qilishga uringanlarni bostirib, "Sop kishilar oramizdan chiqsin" deydi. Bu qavmda iffat, sharmi hayo unutilib, hayvonlar to'pidimi ko'rilib boqmagan bir paskashlik bosh ko'tardi va Qur'on Karimda aytilgan balhum adal, hayvondanmi betar bir saviyaga keldi. Lut alayhissalom badbaxt bir qavmni hidoyatga da'vat qilish uchun avatildi. Kech-kunduz ularni ogohlantirish bilan mashg'ul bo'ldi. Qur'on uning bu g'ayratini mundaq bayon qiladi. O'z vaqtida ularga qayrindishi Lut aytdi: "Sizlar Allohdan qo'rqmamsizlar? Men haqiqatan sizlarga sodiq payg'ambarman. Sizlar Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Tabliq qilganlarimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Uni faqat olamlarning parvardigoridan tilayman. Sizlar ahli jahon ichidan livot qilib, parvardigoringlar sizlar uchun yaratgan ayollaringlarni tashlab qo'yamsizlar? Sizlar haqiqatan buzuqchilikda haddidan oshquchi qavmsizlar." Sadum xalqi Lut alayhissalomni yolg'onga chaqirdi. Da'vatiga quloq solmadi. Lut alayhissalom ularning axloqsizligining oqibatini bayon qildi. Lutni ahli Sadumga payg'ambar qilib avatdiq. O'z vaqtida u o'z qavmiga ularni ayblash yuzasidan mundaq degan edi: "Sizlar shundaq qabih ishni qilamsizlar? Bundaq qabih ishni sizlardan ilgari jahon ahlidan hech qanday odam qilmagan edi." Yomon ish harakatlarining ularni halokatga ilib boradiganligini aytdi. Ular Lut alayhissalomni yurtidan qo'g'lab chiqarishga urindi. Lutning qavmining birdan-bir javobi: "Lutni uning agashkuchilari bilan qo'shib shahardan chiqarib etinglar. Chunki ular pok kishilardir" deyishdan iborat bo'ldi. Sap yashash, sharmi hayo va iffat bilan yashash ular uchun jinoyat edi. Ularning ma'naviy ozuqlari paskini bo'lganligi uchun pokiz, sap insonlardan bearam bo'ladi. Ular aytdi: "Ey Lut, agar da'vatingdan qaytmasang, cho'qim surgun qilinasan." Lut alayhissalom ularga Allohning azobini xotirlatdi. Shubhisizki, Lut ularni bizning jazolashimizdan ogohlantirdi. Ular ogohlantirishlardan shakllandi. Lut qavmi beshiga keladigan halokatning dahshatini tushunib yetolmaganligi uchun ilohiy tahdidga pisand qilmadi. Paskashlik bilan Lut alayhissalomga: "Agar sen rostchillardan bo'lsang, bizga Allohning azobini keltirgin" dedi. Paskashlikdan voz kechmadi. Qo'rqinchli ovoz. Lut alayhissalom intayin qiyinchilik ostida bir rivoyatda 40 yil tabliq qildi. Lekin qavmning zulmi va axloqsizligi chidog'isiz holga keldi. Sadum xalqi ilohiy azobning tahdidiga pisand qilmay, balki u azobning kelishini orzu qilish bilan birlikda qattiq azobning kelishiga loyiq bo'lgan edi. Lut alayhissalom bu parishon vaziyatda Rabbiga sig'indi va uningdan yordam talab qildi. Alloh taologa yalvorgan holda: "Parvardigorim,
qilmishlari tufaylidan ularga keladigan azobdan meni va tavallarimni qutqazgin. Lut, Parvardigorim, buzg'unchi qavmga qarshi menga yordam bergin. Ya'ni ularni halok qilib, menga yordam bergin. Ular buzg'unchi ahmoqlar bo'lib, ularning tuzilishi umid qilinmaydi. Ular gumrohlikqa, buzg'unchilikqa cho'mib ketgan, dedi. Uzun yillar qavmining baxt saodati va hidoyati uchun tirishgan bo'lsa-mu, lekin o'zining ikki qizi va oz bir qism kishilar iymon etdi. Uning o'z ayolimi ozg'un qavmi bilan bir sapda turdi. Shuning uchun bu duo Lut alayhissalom uchun oxirgi chora edi. Alloh taolo Lut qavmini halok qilish uchun farishtalarni avatdi. Farishtalar chiroyli yigit surtida keldi. Bu ahvolda ozg'un qavmning o'xshash jinslikdan maydonga kelgan yomon niyati uyg'onib, ularga bosqinchilik qilishga urindi. Bu voqea Qur'on Karimda mundoq bayon qilinadi. Bizning elchilarimiz, ya'ni farishtalar, Lutning yeniga kelgan chig'ida Lut o'z qavmining ularga chiqilib qo'yishdan qo'rqib, qiyin ahvolda qoldi. Ular to'g'risida yurgis qildi va bu bir dishvar kundir, dedi. Lut alayhissalom farishtalarning chiroyli yigit surtida kelganligini ko'rib, ularni inson deb o'ylab, qavmining ularga bosqinchilik qilishidan andish qildi. Chunki A'rof surasining 80 va 81 oyatlarida deyilishicha, Lut alayhissalomning inkorchi qavmi orasida batchavozlik qilish keng tarqalgan edi. Lutning qavmi uning qishiga oldirab kelishdi. Ular burunla yomon ishlarni qilatdi, ya'ni livatdan qilatdi. Lut aytdi: qavmim, mening bu qizlarim sizlarga eng pokdir. Allohdan qo'rqinglar. Mehmonlarim ustida meni rasvo qilmanglar. Aranglarda qabih ishdan to'sadigan biror qo'lsi joyida odam yo'qmi? Ba'zi mufassirlarning deyishicha, Lut alayhissalomning xalqiga to'y qilishini tavsiya qilgan qizlardan maqsad o'zining qizi emas, balki qavmining qizlaridir. Chunki uning faqat 2 qizi bor edi. Har payg'ambar o'z qavmining cho'ngi va ma'naviy otasi bo'lib sanalganligi uchun Lut alayhissalom bular bo'lsa mening qizlarimdir degan. Lekin ko'zlari aylangan sadumliqlar. Ular Lutga aytdi: qizlaringga hojatimiz yo'q ekanligini sen obdan bilasan. Shuningdek, bizning maqsadimizni obdan bilasan. Lut aytdi: Kashki mening sizlarga qarshi turadigan kuch-quvvatim bo'lsa edi, yoki iltijo qilgan kuchlik jamoatim bo'lsa edi, cho'qim sizlarga zarba bergan bo'latdim. Payg'ambar alayhissalom Lut alayhissalomning qavmiga qilgan bu so'z haqida to'xtalgandan keyin mundaq bir izohat berdi. Alloh Lut alayhissalomga rahmat qilsin. U intayin qudratlik bir yerga, Rabbiga sig'ingan edi. Alloh Lut alayhissalomning bu duosining barakati bilan uningdan keyin kelgan butun payg'ambarlarga, ularga yordamchi bo'ladigan yaqin urug' tuqqanlar ihson qildi. Ular, ya'ni farishtalar: Lut, shubhisizki biz Parvardigorning elchilarimiz. Ular hargizmi sana ziyon yetkazolmaydi. Oilangliklarni elib kechining oxirida ularning ichidan chiqib ketgin. Ayolingdan boshqa sizlardan hech kishi orqasi qaramasin. U, ya'ni ayoling, ular bilan birga halok bo'lguchidir. Shubhisizki ularga azob tushadigan chog' tong vaqtidir. Tong yaqin emasmi? dedi. Bu ozg'un guruh oxirgi bir qatim Lut alayhissalomning ishikiga yugurgan bo'lsa-mu, hammasining ko'zlari qorg'u bo'ldi. Qur'on Karimda bu haqiqat mundoq bayon qilinadi. Ular Lutning mehmonlarini, ya'ni odamzod shaklda kelgan farishtalarni ular bilan livata qilish uchun qo'g'dimasligini so'radi. Ularning ko'zlarini qorg'u qilib atdiq. Ularga azobni va ogohlantirishlarni tetinglar, dedik. Qozi Bayzavi va Faxriddin Rizoning bayon qilishicha, farishtalardan birisi Jibril alayhissalom edi. Bir qancha kishi eshikni chiqib ichiga kirgan chig'ida bir harakat bilan hammasining ko'zlarini qorg'u qilib atdi. Ular huduqib ketganidan qechib chiqib ketishga eshikni topolmaganida Lut alayhissalom ularni qo'llaridan tutgan holda sirtqa chiqarib atdi. Bizning jazolash amrimiz tushganida ularning yurtlarini ostin-ustin qilib atdik. Ya'ni ko'mtirib atdik.
U yurtlarga biz üstü-üstülep sapal taşlarını yağdırdık. U sapal taşlarga Parvardigorning dargohida belgisilangan edi. U yurtlar zolimlar, ya'ni Quraysh kofirlaridan yiroq emas. Lut alayhissalomning qavmiga ilohiy azobning kelishi va halok bo'lishi Hijr surasining 57-58 oyatlarida bayon qilindi. Qur'on Karimda bu qavm yashagan yerlar ostun-ustun bo'lgan ma'noda al-muitafika deb bayon qilinadi. Lut qavmi bachchivozlikqa o'xshash bir yirginishlik gunoh qilganligi uchun Alloh taolo ularga avval qo'rqinchli bir ovoz anglatdi. Keyin yerlarini ostun-ustun qilib etdi. Uningdan keyin ustiga tosh yog'dirdi. Bir millatning yo'qolib, tarix sahnasidan o'chirilishi uchun buningdan qattiq bir falokat bo'lmas. Alloh taolo ularni keyin keladigan insonlar uchun ibrat qilganligini bunda xabar qiladi. Uningda, ya'ni ularga nozil bo'lgan azobda kuzatuvchilar uchun haqiqatan nurg'un ibratlar bor. U shahar Qurayshlar Shomiga boradigan yo'l ustida haqiqatan ilmi mavjud turmoqda. Uningda mu'minlar uchun haqiqatan ibrat bor. Ankabut surasining 35-oyatida bu axloqsiz qavmining halok bo'lishi bilan munosabatlik keynidan kelgan ummatlarga ibrat bo'lishi uchun bir qism alomatlar qo'yib qo'yganligini bildirib, tushunadigan qavm uchun ibrat qilib, buningdan, ya'ni shahar xarobasining izlaridan ro'shan nishonni haqiqat qildirdik. Bu nishona halok qilingan qavmining beshiga kelganlar bilan munosabatlik hikoyalar, xarob bo'lgan yurtlarning xarobiliklari, osmondan yog'dirilgan toshlar va qop-qora oqqan daryo shaklida tafsir qilingan. Fahriddin Razi Lut qavmini bayon qilgan oyatlarning Makka mushriklarga xitob qilib nozil qilinganligini xotirlatib, u shahar Qurayshlar Shomiga boradigan yo'l ustida haqiqatan ilmi mavjud turmoqda degan oyatdan yo'lga chiqib, Makkaliklar tijorat uchun ko'pincha vaqtlarida Shomga boradi. Shom yo'li Lut ko'lining janub tarafidan o'tadi. Bu sababdan Lut qavmining xarobisini bu yerda izlash kerak, deb izohat bergan. Lut alayhissalomning ayollari va avlodlari. Lut alayhissalom payg'ambar bo'lish vazifasini boshlaganida uningga iymon etgan Favat ismli bir ayoli bor edi. Bu ayoli 20 yildan keyin vafot bo'ldi. Uning vafotidan keyin Lut alayhissalom Vahila ismli sadumliq bir ayolni nikohga oldi. Lekin Vahila munofiq bir ayol edi. Qavmining iymonsizlik va axloqsizlik qilmishlari oldida harakatsiz edi. Hatto qavmini Lut alayhissalomga qarshi maxfiy qo'llaydi. Bir oqshimi qavmini halok qilish uchun farishtalar chiroyli yigitlar surtida uyga keldi. Vahila buni darhol berib qavmiga xabar qilib, Lut alayhissalomga xiyonat qildi. Shuning bilan u qavmi bilan birga halok bo'ldi. Lut alayhissalomning ikki mu'min qizi bo'lib, Lut qavmining halok bo'lish asnosida otasi va iymon etgan mu'minlar bilan birga Sadumdan chiqib, ilohiy azobdan qutulib qoldi. Shuningdan keyin bular otalari bilan birlikda Ibrohim alayhissalomning yeniga ketdi. Ibrohim alayhissalom bu ikki qizni o'zining qavmidan bo'lgan ikki mu'min bilan nikohlab qo'ydi. Alloh taolo Lut alayhissalomning naslini barkatlantirdi. Madiyan xalqi ulardan maydonga keldi. Lut qavmida maydonga kelgan yomonliklar va halok bo'lish sabablari. Birinchi, butlarga ibodat qilish. Ikkinchi, bachchivozlik. Erkaklarning bir-biri bilan jinsiy munosabat o'tkazishi. Ibn Abbosdan rivoyat qilingan bir hadis sharifda mundoq deydi: Lut qavmining qilgan qabih ishlarini qilganlarni ko'rsanglar, har ikkisini o'ldiringlar. Ibn Abbosning yana bir rivoyatida payg'ambar alayhissalom 3 qatim Lut qavmining qilgan ishini, ya'ni bachchivozlikni qilgan mal'unlar la'natlangan degan. Malik bin Dinar mundoq deydi: O'tmishdagi mu'minlarning hech biri bachchivozlik qilmadi. Faqat bu qabih ish Lut qavmi orasida ko'rildi. Bu ishni ularga shayton o'rgatdi. İnsanlarning yaratilish tabiatiga zid bo'lgan bu ishni qilganda ilohiy azobga duchor bo'ldi.
Alloh taolo insonlarga shahvatni naslning ko'payishi uchun berdi. Uni berilish g'oyasi va hikmatining sirtida qo'llanib, g'ofillarcha harakat qilish insonning jaholat va ozg'unligidir. Bu insonlik shon sharaf va kimligini oyoq ostiga ilib, hayvonlardanmi betar pastkashlikka tushirishdir. 3. Bachchivozlik bilan o'ldirish. Lut qavmining ozg'unlari bir kishini o'ldirishni xohlagan zaman uni bachchivozlikqa buyurib, bu shaklda qiynagandan keyin o'ldiratdi. 4. Sadumliqlar ishpatsizlikni oshkor elib baratdi. Ishpatli kishilarni ayiblaydi. Shunchalik pastkash holga kelgan bo'lib, yel chiqarishnimi oshkor holda ko'ngil ichish vositalari qilatdi. Lut qavmi qabih ishlarni qilishda haddidan ishib, ishpatlik holda yashab o'zlariga nasihat qilganlarni xohlamaydi. Lut alayhissalomga: "Ey Lut, bu so'z va nasihatlaringdan voz kechmaydigan bo'lsang, yurtdan qo'g'lab chiqarilsan", deydi. 5. Yo'l to'sish. Shig'il toshlarni yo'ldan o'tganlarning ustiga etish. Ular yo'l ustida o'ltirib, yeniga shig'il toshlardan ilib, notunish biri o'tsa, uningga tosh etib, uni masxara qiladi. 6. Suxanchilik. So'z to'shish. 7. Bexillik. Hasan Basriydan kelgan bir rivoyatda Payg'ambar alayhissalom Lut qavmining halok bo'lish sabablarini sanagandan keyin hadisning davomida mundoq degan: "Mening ummatim bu haqsizliklarga shuni qo'shib qilarki, bu ayollar bilan bo'lgan jinsiy munosabatidir. Ya'ni o'xshash jinslarning. Alloh taolo Lut qavmining halok bo'lishidan ibrat elishini amr qilib, halok bo'lgan qavmlarning xarobisini insonlik tarixi uchun ibrat qilib qoldirganligini bildirdi. Lut ko'lidan ko'rilib turgan o'p-ochiq belgilar ajoyib hayron qolarliqdir. Lut ko'lining atrofida yuz bergan voqealar bilan u tuproqlarning geologik ahvolimi diqqat tortadi. Ko'l Oq dengiz yuzidan 400 metr cho'nqurlikda. Ko'lning cho'nqur yerimi 400 metrdir. Ya'ni Oq dengizning yuzidan 800 metr cho'nqurlikda. Lut ko'l atrofining sirtida dunyoning dengiz yuzidan eng cho'nqur yeri bo'lsa, faqat 100 metrdir. Rum surasining 3-oyatida bu rayonga ishorat qilinib, Andal Ariz, yer yuzining eng past yeri ifodasi qo'llanilgan. Bu ifoda bilan arablarning yashagan rayonlarining yaqinligidan yo'lga chiqib, eng yaqin yer deb ma'no berilgan bo'lsa-mu, kalimaning asli ma'nosi yer sharining eng past yeri shaklida. Chunki davrning taraqqiy qilgan texnik imkonlari bilan dunyoning eng past yeri aniqlanganida, uning oyatda ishorat qilingan Lut ko'lining atrofi ekanligi o'ttirg'i chiqdi. Buningga o'xshash geologik bir haqiqatning Qur'on nozil bo'lgan davrning insonlar tarafidan bayqilishi mumkin bo'lmaganligi uchun bu haqiqat Qur'on Karimning Alloh kalomi ekanligining yaqin zamonda o'ttirg'i chiqqan ilmiy dalillardan biridir. Lut ko'limining yana bir alohidligi tuz nisbatining %30 bo'lishidir. Bu sababdan ko'lda baliq va o'simlik yashamaydi. Bu sababdan ko'l Bahrul Mayin, ya'ni o'lik dengiz debmi ataladi. Bu la'natlik makonda hayvonlarning yashamasligi ayrim bir ibrat. Qora rangda bo'lgan ko'l yirginishlik puroq chachidi. Bu ko'l atrofida qilingan gunohlarni bu manzarlar bilan insoniyatga taqdim qildik. Qur'on Karimda bayon qilingan bu mal'un qavm bilan munosabatlik voqealar taxminan milodidan burungi 1800-yillarda yuz bergan. Halokat maydoniga kelgan Sadum va Gumra rayonlarida u zamondan qolgan tuzning ko'pligi sababi bilan konserva holatida qolgan yog'chilar tepilgan. Shahar xarobiligi bo'lsa, ilohiy azobning ta'siri bilan yerning ostiga botgan. Sadum Gumra kentlarining beshiga kelgan ilohiy intiqom bilan Pompei fojiasi bir-biriga intayin o'xshib ketadi. Pompei xalqining halok bo'lishi. Pompei Rim imperatorligining nasl buzuqligining simvoli bo'lgan Italiyada. Pompei shahrimi Lut qavmiga o'xshash bachchivozlik sababidan cho'kib ketgan. Tarixiy materiallarda shaharning yo'q bo'lishidan burunqi holatini tasvirlab, shahar xalqining adabsizlik va bachchivozlikdan iborat axloqsizlikda uchiga chiqqan deb yozilgan.
İsa alayhissalomdan 70 yil keyin Vazu yanartig'ining tuyuqsiz portlashi bilan o't yolqinlari kanitni xaritadan o'chirgan. Ilohiy azobdan hech kim qutulib qololmagan. Badbaxtlar oshkora bir azonliq ichida ishgan, toshdak bo'lib qolgan. Bu hodisa ko'zni yumib ochiq yuz bergan. Butun axloqsizliklar bu ilohiy azobdan qochib qutulolmagan. Xarobisi kunimizga qadar buzilmay, insoniyatga ibrat uchun saqlanib qolgan. Qur'on Karim buningga o'xshash tuyuqsiz halok bo'lish qavmlari ustida to'xtalib, mundaq deydi. Faqat bir ovoz bilanla nagahan ular qetib qoldi. Pompei xalqimi bu shaklda halok qilingan. 1900-yildan keyin kunimizga qadar kelgan u toshqa aylangan badbaxt insonlarning manzaralari tarixning ibrat manzaralaridan biridir. Ulardan ilgari nurg'un ummatlarni halok qildik. Ulardan biror ahdni ko'rolmaysan yoki ulardan biror pas ovoz anglay olmaysan. Ya'ni ular shundoq talto'kis halok bo'ldiki, ulardan ko'rgili va ovozni anglag'ili hech ahdi qolmadi. Tarixning ibrat bilan to'lgan sahifalari bir millatning qabristonligidir. Imonsizlik, axloqsizlik va zulm millatlarning halok bo'lishining birdan-bir sababidir. Imonsiz va zolim qavmlarning sakroti mavtga ajoyib bir ilohiy intiqom tajallisidir. Oradan uzun asrlar o'tgan bo'lsa-mu, bugun Pompei axloqsiz insonlarining toshqa aylangan ibrat manzaralarini aks ettirib berdi. Ma'naviy jihatdan hayvonlashgan inson shakliga bezangan. Bu ibrat tajallilari ularning haqiqatini ko'rolmagan hodislarni nafsoniy tuyg'u bilan tomosha qilgan idroksizlar uchun oddiy bir haykaldan iborat. Yer ostiga bitib ketgan ozg'un, ishpatsiz, hayosiz badbaxtlarning makoni, Sadum Gumrani va dunyoni o'ziga doim baxt saodat baxsh qilgan bir taxt deb o'ylagan, nafsini butlashtirgan Ad, Samud qavmining u tosh o'ymuliq, hashamatlik ayvon saroylari bugun faqat mushuk yopiloqlarini xush qilyotdi.